Ba'zilar 13 raqamini ko'rishi bilan qo'rquvga tushadi. Ba'zi shaharlarning ishlarida bo'lsa 13 raqamining o'zi yo'q. Ba'zi uylarda 13 raqamini qo'llamaslik uchun uylarning raqamlariga 12+1 shaklida qo'llaniladi. G'arbdagi ba'zi bir restoranlarda esa 13 kishi bo'lib taomlanish qat'iyan man etiladi. Xo'sh, 13 raqamiga bo'lgan nafrat qayerdan paydo bo'lgan? Aynan Leonardo da Vincining mana shu rasmdan keyin paydo bo'lgan bu qo'rquv. Bu rasmda Leonardo da Vinci albatta xristianlik e'tiqodiga ko'ra Iso alayhissalom va uning havoriylari bilan bo'lgan oxirgi kechki ovqatlanishini tasvirlaydi. Va bu kechki ovqatlanish paytida Iso alayhissalom o'z havoriylariga orangizdan kimdir menga xiyonat qildi deb aytadi.